Tur. Aha, dada nima deysiz? Maktab borishi kerak. Maktabga borasan. Nima? Hozir kela, hozir turib olay. Dada, bugun maktab bormasam bo'ladimi? Nimaga borasan? Aha, kela bugun kiyimimni tayyorlab olishim kerak. Da mana kiydim. Kitoblarimni oldim, obunachilar. Kitobimni oldim. Mana kitoblar bo'ldi. Men ketdim o'qishga. O'qishim jonga tegdi bilsalar. Jonimga tegdi. Maktab boramiz, maktab. Yura qolsang-chi, yuguribman. Shu maktabimni g'irtsay. Yona aytayotmayman. O'zlaring bilasizlar. Kanalga like bosib qo'yinglar va obuna bo'linglar. Biz oxirgi like bossalaring yaxshi bo'lardi. Bizga foydali bo'ladi anchagina. Assalomu alaykum ustoz. Nimaga kechikding? Uxlab qolibman. Mashoqqa. Ana, nima deysiz? Beting tort. Voy. Ay, yomordi ustoz, mayli. Javob berdim. Bir soat o'tgandan keyin chiqamiz bundan so'z aytdi. Bir soat. Voy. Bo'ldi, bir soatdan bo'ldi. Uyimizga endi qanday ketamiz? Ustoz, yomg'ir yog'yapti. Kesalarga ketasizlarda qormi? Voy, kiyimlarimiz endi ho'l bo'ladi. Mayli bo'lamiz. Ruchka mama. O'zimda bitta ruchka bor. Senda qanday berib turay? Sen ruchkam qolib ketdi. Mo'ycha borobki. Hey. Hey. Voy. Ay, qo'lim ketdi. Ay, yo'q, qo'lim ketdi. Bo'lla ekan. Davay bosdi. Uy. Isib ketdi, soqatib ketdim. Uy, qo'l. Au. Okalar, sizlar o'zlaringda qanday gaplar? Короче, bo'la qol. Yomon yomg'ir yog'di lekin. Davay. Yo'q. Uy, bo'lay. O'lgin. Davay. Yana shunchaki kitob. Yani ruchkam. Bo'pti endi ketaman. Ustim ho'l bo'libdi. Dada, boshqa maktabga. Shapkamni yozib, anchagina qalin bo'ladi. Bu ustim ho'l bo'libdi. Quritishga qo'yib qo'yarsizlar. Bu ustim ho'l bo'lib shunga maktab bora olmayman, shuning uchun buni quritishga qo'yib qo'yarsizlar. Bo'pti. Da, yugurish kerak. Voy, qornim ochib ketdi. Oyimdan ovqat olishim kerak yoki sandiqqa bormidi? Ovqat. Voy. Ovqat ikkitagina bor ekan. Polizlarni chopsam ovqat olishim mumkin. Bo'ldi, okal, hozir kamera yoqaman. Xo'sh, akalar, mana men maktabga ketib boryapman. Endi tezroq yugurmasam Ubayda ho'l bo'lib ketdi ustim. Shapkam hali ham qutqiryapti mana bu issiqdan. Endi qutulib qolish kerak edi. Mana bu mazza qilib endi. Mazza qilib. Emas.
Bu. Seni ben usta sundurama dedik. Oğlum gel. Nasıl? Sen yazımı sana ait ama uşalan cevap araydın. Değil mi? Nasıl şunu? İki gebiri de kuştu. 45. Daha doğru. Eğer şöyle mesela topsak can kemer batırırsın. İki gebir. 32. Ne doğru? Üçte cevap dedi, iki tanesi kaldı. Eğer üçte cevapta bir tanesi topsa böyle oturursun. İki iki. 46. Ne doğru? Ahirci sağ. Dol gel dol. 303. Daha doğru. Buraya vuracak ki. Vay ekle. Toparladım. Hadi yara bize kara oturup. Vay. Endi mıklamız. Mayla otur. Bugün çelik geçirdim. Kelle işledim. Neyse bratişke. Короче. Ana endi yozish kerak. Vay. Qo'lim og'rib ketdi. Endi ustozga olib borishim kerak. Mana ustoz. Chiroyli o'zgarsan. 5 baho. O'xshandir. 5 olsak uyiga ketasan. O'qishondan 5 olsam mumkinmi? Sizmi? Hozir kel. Yaxshi. 35 o'qiding. Yaxshi. Mana sinfcha yaxshi. Mayli. Ustoz mayli ketaveraymi? Ketaver. To'xta. Ona tilda chiroyli yozsang ketasan. Vay. Ya'ni diktat yozamiz. What the fuck? Hozir kela. Ay. Qo'llarim og'rib ketdi domilla. Ana endi ketaver. Yes. No, endi kompyuter o'ynaymiz kayfli. Yo'qolmadi. Bo'lmaymi kirasan kompyuterxonaga? Pulim bu. Ya'ni sabzi oling. Mana. Ket bir oraman shu o'ynayotgandan bo'ldi akalar. O'ynab qo'ydim. Sovg'a bermaysanmi? Aytgancha berdiga ketaver. Albatta bergandim. Aytgancha bergandim-ku. Voy, kallasi ishlamayotganmi deyman buni. Birinchi marta PlayStation'ga hech bola bermasdan kirdim. Qoyil. Maktabda bu ikkinchi kunim. Voy. Kechasi tushaman deyapti. Kechasigacha o'ynabman. Pubik degan o'yin o'ynadi. Mazza o'yin ekan. Bular normal. Tabii kirdik uyga. Maktabda nima kechgan? Shunchaki maktabga turib qoldim. To'g'ri shunchaki maktab qolib ketdi. Mahkim. Ay, urmang dada, nima urdiz? Ay, PlayStation xonaga boruvdim. Ikkinchi o'rgaydi qo'yma. Uxla. Akalar, bugungi video shundan iborat. Video yoqmasa video like bosib qo'yinglar va ikkinchi qism chiqadi.